Qasim gibrid akalar 2019-yilga 2.4 gibrid motorda benzin va bu mashinani tomli sinisvetda kelishib olmasangiz bo'lmaydi. $15.300 narxini kamini so'raverasiz. 17-yanvar kunida chiqyapti. Laykda bitta qizartirib qo'yasiz va egasining nomeri ekranda pastida. Bo'lib ham mashina Qasim juda ham biznes klasslarda ichida yaxshi sedan, o'zini zavodskiy gibrid diskalarda бесключевойlar bor, silpoy zona bor, elektropaket, pamять сиденья, деревянный акоприн, обшивкалari коричневый va повыше сиденья, коричневый кожаный salonda va ichlarini qarang, наворотlarini qarang akam. Abdov podогрев сиденья, ручной электрический, автохолд, драйв мод, подогрев руль, монитор, dozorный климат контроль, 135.000 пробег. И 135 ga соответствовать qilyapti. Ichlari juda ham toza. Multi rul va mashinani ichki salonlari juda akkuratli. O'z kelib ko'rganingizda bilasiz, orqa shtorka, orqa podogrev sidenyalari ham bor. Kia Qasim akam gibrid oling va ekonomichniy bo'ladi va 15.300 ga kelishib olasiz. Bosamiz.